Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana yana ishxonamizga jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana yangi yasalgan eshiklarimizni boshlab oldik. Ular endi rover xizmatidan keldi. Hozir apklatlarni otish jarayoni. Apklatlari ham turli apklat bo'lgan, qalingina, klassik fasonda bo'ladi. Xudo xolasa seximizda ish jarayonlari kattaroq obyekt. Bitta xonadonni polni eshigini olganmiz. 14 ta jami. Mana shukr ishlari, apklat qoqishdan oldin shu joylarni jilvirlab, cho'tki qilib apklatlari qoqilyapti eshiklarimiz. 4 qanotli eshigi ham bor, uni ham bir qator kesakka yiqqanimizda ko'rsatib o'tamiz. Hop, bu tarafda apklat bo'lganlari boshdan bo'lyapti. Klublarni ham bir yo'li ochib, freskalarni chiroyli qilib kelishlarni ishlarimiz boshlab olganmiz. Hop, u tarafda nalchkalarimiz jilvirlanyapti. Eshiklarimiz nalchkalari. Eshigimizning nalchlari onli 16li M5 ga ochilgan. Fasonlari shu fasonda. Xudo xolasa ishxonada ish jarayonlarimiz yaxshi ketyapti. Buni ham hammasi nalchka. Xo'p, kanalimizga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like, komment kutib qolamiz. Kuzatib turing. Ish jarayonlarini doim qo'yib boramiz.